Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan ko'pchilikda hozirgi kunda yuzaga kelayotgan og'riqli savollar bo'yicha va ozgina yengilliklar haqida gaplashamiz. Ya'ni bu og'riqli savollar nima? Ko'pchilik har xil podkastlarni, har xil darsliklarni ko'ryapti, har xil marafonlarga qatnashyapti ozish bo'yicha, lekin negadir natija yo'q. Gap intizomdami, to'g'ri ovqatlanishdami yoki jismoniy mashqdami? Uchalasini birdek qilib turib ham negadir natija yo'q. Bu hozirgi kunda juda ko'pchilikni qiynaydigan savol va bugun biz sizlar bilan biohacking haqida gaplashamiz. Biohacking bu dunyodagi hozirgi zamonaviy tendensiya, ya'ni hozirgi kunda insoniyat o'z organizmini tushunish etapiga o'tyapti. Shunchaki o'z sog'lig'ini shifokorlarga yoki dietologlarga yoki yana kimlargadir shunchaki topshirib qo'yib emas, balki o'zi javobgarlikni zimmasiga olib, organizmini tushunishga harakat qilib, o'tdagi jarayonlarga biroz chuqurlashib va o'z organizmiga to'g'ri yordam berishni o'rganmoqda. Va bugun biz biohacking haqida gaplashar ekanmiz. Bu albatta kompleks yondashuv, lekin unga ozgina chuqurlashadigan bo'lsak, bu hujayra darajasidagi ishlash. Ya'ni biz shu faqatgina ozish emas, sog'lig'imizni tiklash yo'lida ham o'zimizni har narsaga urib ko'ramiz. Va bunda natijani biz nimadan kutishimiz kerak va u to'g'ri bo'lyaptimi yo'qmi, nimadan biz xulosa qilamiz. Hujayra darajasida gap ketayotganda biza metabolizm haqida gaplashishimiz juda ham muhim. Negaki bugungi kunda ko'pchilikda professionalное выгорание yoki bo'lmasam biron bir mashg'ulot bilan shug'ullanishda dangasalik juda ham ortib ketgan va buni sababi faqatgina insonni xarakterida, unda intizom yo'qligida yoki boshqa narsada emas, asosan bu uni organizmini to'g'ri tushunmaganlikda. Ya'ni organizm agarda sizga quvvat bermasa, ya'ni energiya bermasa, siz qancha xohlamang, qancha intizomga o'zingizni undamang, bir kun albatta bu intizomdan chiqib ketasiz. Negaki organizmingiz kundan kunga yosharishni, sog'lomlashishni o'rniga battar stressga va qiyinlikka cho'kib ketadi. Hujayra darajasida biz nima ko'rishimiz mumkin? Hujayralarimizni ichida mitoxondriya degan batareykachalar mavjud. Mitoxondriyada ATF, ya'ni energiya ishlab chiqariladi. Agarda hujayrangiz to'g'ri ishlamasa, ATF yaxshi hosil bo'lmasa, unda siz nima qilishingizdan qat'iy nazar natijaga erishishingiz kundan kunga qiyinlashib boraveradi. Mitoxondriya bu bizani eng muhim batareykalarimiz bo'lganligi uchun biz unga to'g'ri parvarish qilishimiz kerak. Mitoxondriyaning ichida qachonki stress ko'payib ketsa, yallig'lanish oshib ketsa, hujayra ichiga glyukoza kirishi qiyinlashib qolsa, u o'z funksiyasini to'g'ri bajara olmaydi. Ya'ni kerakli miqdorda ATF energiya ishlab chiqara olmaydi. Energiya kam bo'lgandan keyin odam holsiz sezadi. Holsizlik va kam qimirlashdan metabolizm sekinlashadi. Va mana shu narsa aylana shaklda qayta aylanaveradi. Qachonki siz mitoxondriyani faoliyatini yaxshilamagunizcha, unga quvvat ishlab chiqarish uchun kerakli resurslarni bermagunizcha, kerakli sharoit yaratib bermagunizcha, u to'g'ri ishlamaydi, keraklicha energiya chiqmaydi va u to'g'ri narsani energiya ishlash uchun foydalanmaydi. Ya'ni bu nima? Hozir shu buyog'iga osonlashtirishga harakat qilamiz. Mana bizda energiya ishlab chiqarish uchun ikkita asosiy narsani ko'rib chiqishimiz mumkin. Glyukoza va yog'lar. Glyukozani agar ishlab chiqaradigan bo'lsa, biz bilamiz, bu tezkor energiya, uni yoqish organizmimiz uchun oson va energiya tez tugaydi. Shu bilan birga, ya'ni o'zini plusi va minusi bor. Va yog' esa nabarot, uni organizm energiyaga aylantirishi biroz qiyin, lekin natijada ko'proq energiya hosil bo'ladi va u uzoqroq vaqtga yetadi. Sonlarda aytadigan bo'lsak, bitta glyukoza molekulasidan 30 ta ATF chiqsa, bitta yog' molekulasidan 106 taga yaqin ATF hosil bo'ladi. To'g'ri, organizmimiz uchun yog'ni sarflab ATF ishlab chiqarish yaxshiroq, lekin agarda sizda boya aytib o'tganimizdek surunkali stress, erkin radikallarning oshib ketishi, yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, unda mitoxondriyamiz ekonom rejimiga o'tadi. Ya'ni u ekonom qilmoqchi, siz bu yerda sport zalga boryapsiz, yuguryapsiz, nimadir qilmoqchisiz, lekin organizmingiz glyukozadan energiya ishlab chiqarish uchun, ya'ni o'zini ekonom qilish uchun glyukozani yoqib yotibdi. Yog'i emas.
Agarda siz unga hujayraga shunaqa to'g'ri sharoit yaratib bersangiz, to'g'ri ozuqa bersangiz, u yog'ni sarflashni boshlaydi glyukozani o'rniga, ya'ni siz tabiiy ravishda ozishni boshlaysiz, shu bilan birga quvvatingiz ham oshadi va boya aytib o'tgan aylanamiz nabarotiga to'g'ri ishlab ketadi. Ya'ni yog'ni yoqadi, 30 ta emas, 106 ta atrofida ATF ishlab chiqardi, sizda quvvat yanada oshdi. Ya'ni siz fizический nagruskani oshirishga fizически sizni qobiliyatingiz oshdi. Demak, biz hozir tushundik, menda holsizlik, menda dangasalik deganning asosiy sababi bu bizning ichimizdagi, ya'ni chuqurlashadigan bo'lsak, mitoxondriyalarimiz, batareykalarimiz yaxshi ishlamaydi. Bizda shunaqa vositalar borki, bizning mitoxondriyalarimizni, ya'ni o'sha batareykachalarimizni sifatini oshirib beruvchi narsalar bor va sonini ham oshirib beruvchi narsalar bor. Ya'ni bu nima? Hozir bizda sport bilan shug'ullanadigan bo'lsak, albatta bu organizm uchun kerakli bo'lgan stress, ya'ni u yerda ba'zi joylarimizda повреждение bo'ladi va uni yaxshilash uchun organizmimiz sut kislotasini ishlab chiqaradi. U sut kislotasi kamayguncha bizda og'riq kuchli og'riq davomiy bo'ladi. Va bu yerda misol uchun hozir dunyo praktikasida vodorod terapiyasi qo'llab kelinadi. Ya'ni bu molekulyar vodorodni gaz shaklida nafas olish yoki vodorodli suvni ichish va shunga o'xshagan variantlar mavjud. Ular bilan organizmni to'g'ri yo'nalishga solish osonroq. Ya'ni mana shu hujayralarni ishlashiga, metabolizm to'g'ri ishlashiga yordam berish orqasidan biz natijalarni olamiz. Va shuning uchun chet elda bugungi kunda professional sportda ham va sport zallarida ham biz ko'rishimiz mumkin vodorodniy uголокlarni. U yerda har podxodlarning orasida trenirovkadan oldin, trenirovkadan keyin vodorod bilan demak organizmni обогащать qiladi. Shu bilan bizning sut kislotasi, ya'ni organizmimizda bizga og'riq berayotgan jarayon 6 soatda ketishi kerak bo'lgan narsa 2 soatda o'tib ketadi. Bu bilan biz ertasi kuni, ining kuni osonroq tiklanamiz va osonroq natijaga erishamiz. Ko'proq mashg'ulot o'tkaza olamiz albatta. Professional sportdagilar hozirgi kunda juda ham yaxshi bilishadi. Aerobniy va anaerobniy mahoratni kontrol qilish juda ham muhim. Ya'ni bu nima degani? Aerobniy mahorat, ya'ni bu organizmni uzoq vaqtli nagruzkaga chidamliligini o'lchovi. Bu nimada oshadi? Agarda organizm kislorodni oson qabul qilsa, tezroq hazm qilib tashlasa, demak u mana shu og'ir nagruzkani uzoqroq vaqt qabul qila oladi. Ya'ni ko'proq vaqt yugura oladi, ko'proq marotaba o'sha jismoniy mashqlarni bajara oladi va bu aerobniy funksiya. Bu yerda agarda bizning mitoxondriyalarimiz yana qaytamizda funksiyasi slabiy bo'lsa, ular charchagan bo'lsa, sirtdan kelayotgan kislorodni kerakli darajada olib kirib, uni переработка qilishga ulgurmaydi. Aksincha, kelayotgan kislorodni уже to'xtatishni boshlaydi. Negaki, o'sha mitoxondriyaning ichida oksidativ stress, ya'ni erkin radikallar soni ortib ketadi. U erkin radikallar hammasining tarkibida faol kislorod bo'ladi. Mitoxondriya aytadi, oddiy tilda aytganda, meni ichimda yetak kislorod ko'p, menga tashqaridan kerak emas, oldin ichkarigini sarflab olishim kerak deydi. Lekin ichkarigini sarflay olmaydi, chunki bu kislorodni okislenniy turi deydi, ya'ni organizm uchun foydalana olmaydigan turi hisoblanadi. Uni organizmdan chiqarib olish kerak. Bunda siz antioksidantlar yordamida, ya'ni hozir aytib o'tganimizdek vodorod yoki bo'lmasam to'g'ri vitaminlar, antioksidantlar yordamida chiqarib yuborishingiz va ularni neytrallashtirishingiz mumkin bo'ladi. Va anaerobniy funksiya bu ham deyarli o'xshash narsa, faqat bu qisqa vaqt ichida, ya'ni tezkor, intensiv shug'ullanishlar jarayonida qanchalik organizm kislorod tanqisligiga chidab bera oladi yoki bo'lmasam shu kirib kelayotgan kislorod qanchalik tez hazm qilib chiqarib tashlay oladi. Demak, hozir biz tushundik, organizmni faqatgina motivatsion videolarni ko'rib olib, bosib uni qiynash kerak emas, uni to'g'ri balansda ham ushlash juda ham muhim. Ya'ni agarda siz organizmga kerakli resurslarni, kerakli ozuqani va himoyani beradigan bo'lsangiz, u sizga quloq soladi va siz xohlagan ishingizni u bilan birgalikda bajara olasiz. Agarda siz unga faqatgina nagruzka berursangiz, faqatgina motivatsiya va disiplina ustida ishlaydigan bo'lsangiz, unda bu uzoqqa cho'zilmasdan albatta yakuniga keladi va siz
umuman hammasini tashlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Chunki organizm o'zini определенный ma'lum bir resurslari mavjud, ma'lum bir vaqt mobaynida chidab bera oladi. Undan keyin uje u boshqa dosh bera olmay qolishi mumkin. Unda uje sizga yo motivatsiya, yo disiplina umuman yordam bermay qolishi mumkin. Shuning uchun azizlar, biohacking mavzusiga biroz chuqurlashishni va sog'lig'ingizni faqatgina internet ijtimoiy tarmoqlardagi mutaxassislarga butunlay topshirib qo'yib emas, balki o'zingiz ham kontrol qilishga, o'zingiz ham shu narsani ustida ishlashga va yordam berishga harakat qilishga chorlab qolamiz.